Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimizni tanishtirmoqchiman. Bugungi mehmonimizni ведущий urolog, yosh bo'lishlariga qaramasdan Sanjarbek Husanov. Bilasizlarmi, nimaga mana shu Sanjarbek bilan men endokrinologman, Sanjarbek urologlar nima sababdan bularni men taklif qildim? Chunki endokrinologlar bilan urologlar har doim hamkorlikda ishlashi shart. Nimaga? Bizani endokrin kasalliklarimizni 99.9%da ikkilamchi jinsiy zaiflik kelib chiqadi. Bunaqa kasalliklarimizdan birinchi o'rinda turadigan bu ikkinchi tip qandli diabet bo'ladi. Ya'ni juda ham ko'p qandli diabet bilan kasallangan bemorlarda borib jinsiy zaiflik, ya'ni meditsina tilida erektilniy disfunksiya deyiladi. Ya'ni kelib chiqadi. Undan tashqari qalqonsimon bez kasalliklarimizda bu o'sha zaharli buqoq bo'ladi. Bir xil erkaklarda zaharli buqoq bor. Kimdadir qalqonsimon bez gormonlar yetishmasligi, gipotireoz deymiz. Ya'ni o'sha buqog'i bor erkaklarda ham jinsiy zaiflik kelib chiqar ekan. Va oxirgi yillarda juda ham ko'p uchrayotgan holat bu o'sha gipofiz bezida ishlab chiqariladigan prolaktin degan gormonimiz bor. Ya'ni o'sha prolaktin miqdorini oshib ketishi biron bir sabablarga ko'ra, bu mikroadenoma, makroadenoma, bu giperprolaktinemik sindrom deymiz. Ya'ni shunaqa bu gormonni ko'tarilib ketishi ham erkaklarda jinsiy zaiflikka olib kelar ekan. Undan tashqari semizlik natijasida o'sha yallig'lanish kasalliklarimiz bor. Ya'ni juda ham ko'p ya'ni endokrin kasalliklarimizda jinsiy zaiflik bo'lar ekan. Shuning uchun urologimizni chaqirdik. Sanjarbek, xush kelibsiz. Juda ham xursandman sizni ko'rib turganimdan. Xudo xolasa mana shu informatsiyalarni hozir olamiz, gaplashamiz, shu muammolarni xudo xolasa xalqimizga manfaatli bo'ladi, foydali deb o'ylayman. Chunki juda ham ko'p bemorlar, ya'ni shu erkak kishilar meni ham qabulimga kelishadi. Qabulimga keladigan bemorlarning bir 30% erkaklar. Chunki men endokrinologman. Hozir butun dunyoda endokrin kasalliklarni o'sha ko'payib ketishi bo'yicha qandli diabet ikkinchi tipimiz birinchi o'rinda turadi. Men bugungi podkastni shu ikkinchi tip qandli diabet bo'lgan, ya'ni o'sha erkaklar oladigan bo'lsak, qandli diabet ikkinchi tipi bor kasallar, ya'ni o'sha kasallik natijasida kelib chiqadigan o'sha jinsiy zaiflik haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni bizning tilimizda o'sha diabetitskiy o'sha neyropatiya natijasida kelib chiqadi. Ya'ni asorati, diabetning asorati, shu erektilniy disfunksiya deymiz. Mana sizni qabulingizga diabet natijasida kelib chiqqan jinsiy zaiflik ko'payyaptimi yo qanaqa statistik ma'lumotingiz bormi? Avvalambor katta rahmat taklif uchun. Juda ham qiziq mavzu. Mavzuni hozir imkon qadar yoritishga harakat qilamiz. Hammaga manfaatli bo'ladi, kuzatinglar inshaalloh. Xo'p, qandli diabet bu juda ham aktual muammo, hech kimga sir emas. Endi qandli diabetda yuzaga kelayotgan asorat erkaklarda haligi ikkinchi yuragi aziyat chekishi. Ya'ni jinsiy muammolar. Bu yerda o'sha jinsiy muammolarni bir nechta holatga bo'lsak bo'ladi-da. Qandli diabet evaziga erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy zaiflik, libidoning kamayishi, ya'ni jinsiy maylning tushib ketishi. Qandli diabet evaziga задержанная эякуляtsiya, ya'ni bo'shana olmaslik holati ham yuzaga keladi. Qandli diabet evaziga retrograd eyakuляtsiya yoki aneyakuляtsiya, ya'ni aloqa qiladi. Aloqadan keyin bo'shanganini his qila olmasligi mumkin, ya'ni anorgazmiya boshlanishi mumkin yoki bo'shaladi, suxoy orgazm, ya'ni quruq orgazm, ya'ni o'sha eyakulyat chiqmaydi tashqariga, qo'lga qarab ketadi. Siz aytib o'tganingizdek, diabetik polineyropatiya degan asorat evaziga ko'proq bu holat bo'ladi. Endi qandli diabetda strukturaviy jinsiy a'zoda, jinsiy olatda strukturaviy o'zgarishlar yuzaga kelar ekanda.
jinsiy olat g'ovak tanasi, ikkita g'ovak tana, ya'ni bir juft g'ovak tana ereksiya mexanizmida eng katta rol o'ynaydigan struktura hisoblanadi. Bu struktura g'ovak tana o'sha endotelidan tarkib topgan bo'ladi. Silliq tolalali mushaklar va ichki endoteliy qavatdan tarkib topgan bo'ladi. Va mana shu silliq tolalali mushaklar va endoteliy chast qismi aziyat chekadida, fibroz rivojlanadi. Ya'ni biriktiruvchi to'qima o'sishni boshlaydi. Biriktiruvchi to'qima o'sganning evaziga u yerda hali azot oksid deymiz-ku, NO sintezi buziladi. NO ya'ni azot oksidi bu aynan silliq tolali mushaklar, jinsiy olatga keluvchi kavernoz arteriya, g'ovak arteriyalar va endoteliyni bo'shashida muhim rol tutadi. Bu yerda ereksiyani mexanizmi sosudistый fenomen deydi. Ya'ni qon keladi jinsiy olatga katta tezlikda, katta bosim bilan keladi va shu katta bosim, katta tezlik bilan jinsiy a'zoga kelgan qon to'liq venalar orqali yopiladi. Klapanli mexanizm ishlaydi. Ya'ni endi u qon organga qon kelib, organdan venalar orqali chiqib ketish kerak. Bu a'zoda boshqacharoqda. Mana boshqa a'zolar boshqacha. Bu jinsiy olatda klapanlar yopiladi. Endi qandli diabet evaziga shu qonni kelishi buziladi. Ya'ni arteriogen faktor buziladi. O'sha azot oksidini sintez buzilgan evaziga u relaksatsiya, ya'ni bo'shasha olmaydi. Qonni kelishi buziladi va u mustahkam ereksiyaga erisha olmaydi. Mana maxsus shkala bor, UNEMA deydi. 5 ta darajasi bor ereksiyani. 1, 2, 3, 4, 5. Xuddi maktabdagi bahoga o'xshatsak, 5 baho eng zo'r ereksiya. Qattiq, bukilmas va stabil ereksiyani biz mana shu UNEMAda 5 ga 5 qo'yamiz. 4 sal yumshoqroq, lekin jinsiy aloqa qilsa bo'ladi, eplasa bo'ladi. 3 ta уже qiyinlashadi. U jinsiy a'zoni ayol qiniga tiqib olish ham muammo bo'lib qoladi. 2 da u вообще bo'lmaydi. 1 da ham shunaqa. Qandli diabet evaziga, ya'ni bo'shashmayapti, qon katta bosim bilan kelmayapti. Demak, katta bosim bilan qon kelmagandan keyin u klapanli venalarda yopilishi ham buziladi-da. U xuddi boshqa a'zoyimizdek qon kelib, qon chiqib ketaveradi-da. Ya'ni qon kelib, bu yerda turish kerak. Shu mexanizm buzilib qoladi. Xuddi tasavvur qiling, basseyn deb oladigan bo'lsak, basseyn teshik. Suv to'ldira olmaymiz-ku. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa bu organda ham mana qo'pol o'xshatma qildik. Lekin tushunish uchun, odamlar tushunish uchun. Endi bu qandli diabet evaziga strukturaviy buzilish bo'lyapti va kavernoz fibroz rivojlanyapti. Ya'ni biriktiruvchi to'qima o'syapti. Bo'ladi shunaqa holatlar. Biz tajribamizda уже ko'p uchratyapmiz bu narsani. Total kavernoz fibroz rivojlanib ketadi. Ya'ni butun g'ovak tanani o'rtacha uzunligini 18 santimetrdan 23 santimetrgacha oladigan bo'lsak, bizning mintaqada shu g'ovak tana to'liq fibrozlanib ketadi. Qani. Bu degani umuman ereksiyaga erisha olmaydi. Yillar davomida jinsiy aloqa qila olmaydi. Yillar. 10 yil jinsiy aloqa yo'q deb keladi. Bu mana bugun kechagi konsultatsiyalarimni o'zidagi holatda aytib berishim mumkin. Shu 5 yil, 10 yil, 15 yil davomida umuman jinsiy aloqa bo'lmagan ayollar bor. Lekin imkoni yo'q. Shu narsani qilish. Sanjarbek, bitta narsaga qilmoqchiman, aniqlik kiritmoqchiman. Mana bizda qandli diabetni asoratlari juda ham ko'p. Bu bitta asoratlari. Ya'ni bizda birinchi o'sha angiopatiya deymiz, ya'ni o'sha qon tomirlarning birinchi zararlanishi. O'sha hozir aytayotganingiz, ya'ni nafaqat ko'z tubidagi qon tomir, nafaqat pochkadagi, buyrakdagi, nafaqat oyoqdagi qon tomir, bosh, miya, yurak, qaranglar, ya'ni o'sha aytayotganlaridek o'sha jinsiy olatdagi o'sha organlarda, erkaklarning organida, endi oddiy tilda bularga tushuntiryapman. Ya'ni o'tda ham shu qon tomirlardagi birinchi asorat bo'ladi, zararlanishi bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana hozir siz aytyapsiz 3 yil, 5 yil, 10 yillik mana, ya'ni yo'q jinsiy aloqa. Bitta achinarli narsani aytmoqchiman.
mani qabulimga keladigan qandli diabetlarni bemorlarni yoshi borgan sari yosharib boryapti. Ya'ni oldin 50-60 yoshda qandli diabet bo'lgan bo'lsa, ya'ni bir 10 yil, 15 yil oldingini aytyapman. Hozir 30 yoshida, 25 yoshida ikkinchi tip qandli diabet bilan bor. Yosh erkak qandli diabet bo'lib qoldi. Bu degani 3 yil, 5 yildan keyin ya'ni muammo bo'ladi. Mana 30 yosh, 35 yoshida уже ayolini qoniqtira olmaydi, chunki qandli diabeti bor. Bu menimcha juda ham qo'rqinchli narsa bo'lsa kerak. Qaysi ma'noda menga kelgan bemorlar endi hamma ham sizni bilmaydi. Nasib qilsa mana birgalikda ishlaymiz. 3-4 urologga borishadi. Ularga shu medikamentozning deymiz, ya'ni dori-darmonlar qilishadi. Ishqilib becharalarning pulini olishadi. Effekt yo'q. O'sha paytda o'sha balkim testosteroning past deb testosteron ham qilganlar bor, boshqa. Lekin hech qanaqa natija bo'lmagandan keyin oxirgi urologlar aytishadiki, endi boring endokrinologga. Endokrinolog sahringiz bor ekanda, sahringiz bo'lganligi uchun endokrinolog sahringizni tushirib bersa, keyin yaxshi bo'lib qoladi deyshadi. Bizga kelishadi. Bu yigitlarni ko'rib men juda ham nima deydi, hali ichim achiydi, juda ham yosh. Aytmoqchimanki, mana sizni nazaringizda mana hozir mana juda ham ko'p ishlar, katta ishlar qilyapsiz. Men sizni har doim kuzatib yuraman. Shu tanishganimizdan beri. Hozirgi paytda mana haligi shkala bo'yicha hozir aytdingiz, 5 ta o'sha shkala bo'yicha biz o'sha ereksilniy disfunksiyani baholaymiz deyapsiz. Masalan, 3-chi o'sha anaqa pog'onasida keldi. Siz nima tavsiya qilasiz? Birinchi o'sha anamniz deymiz-ku, kasal bilan suhbat qilganimizda oxirgi 3 oylikdagi jinsiy hayotni nima qilamiz? So'rab surishtirasiz. Muammo qachon boshlanganligiga e'tibor qaratamiz. Keyin glikirованный gemoglobinni albatta tekshirilmagan bo'lsa, biz o'zimiz tekshiramiz. Shuni aniqlik kiritmoqchiman. Glikirованный gemoglobin degani 3 oylik qand miqdorini aniqlovchi analiz hisoblanadi. Ko'pchilik qildirmaydi O'sha buni. qondagi qand miqdorini o'rtacha oxirgi 3 oylik vaqtdagi o'rtacha ko'rinishi qanaqa? Shu jihatlarga birinchi e'tibor berib olamiz. Keyin bu yerda spetsifik tekshiruv borda, spetsifik analiz bor, testi bor. Bu farmakodoplerografiya полового члена. Ya'ni jinsiy a'zoni UZI tekshiruvi bo'ladi. Doppler UZI tekshiruvi. Bu yerga kelayotgan arterial qonni tezligi, ketayotgan venagen qonni tezligi va strukturasi baholanadi. Ya'ni hali yuqorida aytib o'tganingizdek, fibroz qay darajada? Keyingi testimiz o'sha xuddi shu tekshiruv bo'ladi. Endi intracavernoz inyeksiya, ya'ni jinsiy a'zoga kichkina bitta ukol bor. Ya'ni mustahkam ereksiyaga olib keluvchi eng kuchli vosita desak bo'ladi. Dunyodagi eng kuchli vosita qilinadi. Bu prostaglandin Y21 saqlovchi dori. Buni qilgandan keyin u ereksiyaga erishiladi. Ya'ni bu dori shu darajada ishlaydi-ku, tashqi ta'sirlardan alohida mustaqil ishlaydi a'zoda. Ya'ni u qanaqadir perejivaniyalar bo'lib turgan bo'lsa, ya'ni stressga, u hech nimaga bog'liq emas ravishda o'zi, ya'ni mustahkam. Bu ishlaydi, mustahkam ishlayveradi. Va buni inyeksiya qilgandan keyin yana qayta doppler. Ya'ni o'sha tekshiruv. Endi qonni kelishi qanaqa, qonni ketishi qanaqa va strukturasi qanaqa. Shunda mana ko'p bemorlarimizning fikrlari, gaplari, shikoyatlari obyektivlashadi. Ba'zi birlari aldayotgan bo'ladi. Ba'zi birlari endi mana siz gaplashsangiz, o'sha Yunema shkala bo'yicha 3 baholik ereksiya bo'lyapti. Ya'ni o'rta darajadagi ereksiya bo'layotganini aytaveradi. Vaholanki, xotini bilan gaplashsangiz, xotini aytadiki, umuman ereksiya yo'q, umuman aloqa yo'q deydi. Erkak kishi aytadi, bir oyda 2-3 marta bo'ladi deydi. Ya'ni xijolat bo'ladi. Xijolat bo'ladi, juda aytmaydi, aldaydi. Keyin biz hamma mana shu ma'lumotlarimizni yig'sak, bitta aniqroq haligi istina chiqadi-da, haqiqat chiqadi-da, yuzaga keladi. Endi bu ham уже og'ir darajaga yaqin holat hisoblanadi. O'shaning uchun ham yana bitta validizirованный опросник deydi, ya'ni oddiy anketa. 5 ta savoli bor.
MF5 degan narsa bor. Международный indeks erektilniy funksiya. Menga kelayotgan bemorga men shu savol 5 ta savolni beraman. Shu 5 ta savolda baholash tizimi bor. Uni ereksiyani bo'lib olasiz. Yengil darajadagi erektil muammomi, o'rta darajadagi o'sha jinsiy zaiflikmi va og'ir darajadagi jinsiy zaiflik. Va bemorda o'sha albatta kasallik tarixida gaplashsangiz, nechta urologga borgan, nechta endokrinologga borgan, nima dorilar qilgan, u testosteron olganmi, u saharini doim korreksiya qilib yuradimi? Ya bir xilgilar bor, saharim doktor aytgan 5 yil oldin chiqqan, qaytib bormagan doktorga. Shunaqa, juda ham ko'p. Bunaqalar ham ko'p. Tushunchasi yo'q. O'quvsizlik, ilmsizlik, o'sha tibbiy savod xolilikda yo'qligidan shunaqa qilib yuradi, oxiri o'sha bo'lmayapti deb keladi. Yoki oilasida xotini bitta katta janjal qiladi, majbur bo'ladi kelishga, o'zini qaratishga. Mana shu umumlashtirsak, o'sha yerda nima kelib chiqadi? Keyin kasaldan so'rayman ko'pincha, nima informatsiyang bor davolash bo'yicha? Shuni nimalar qilib davolash mumkin? Nimalar qilingan shu kungacha? Ko'pchilik mana fizioterapiyalar olgan bo'ladi, medikamentoz terapiya olgan bo'ladi va uni effektivness, samaradorligini baholash kerak-da. Agar medikamentoz dorilar, davolash usullari samaradorligi yaxshi bo'lib, lekin vaqtincha ishlayotgan bo'lsa ham, albatta medikamentoz davolashdan, ya'ni nima qilgan ma'qul. Agar bizdan oldingi doktor medikamentoz davolagan, ko'ryapmiz, to'g'ri ishlar qilgan, biz ham endi fuqlo dori bergan, manaqa dori beradi deb turib, u doktorga ham obro'sini to'kib, biz ham o'zimizni haqiqatimizni qilmoqchi bo'lsak, biz natijaga ham erishmaymiz. Bu bemorni 2-chi yo 3-chi marta xafa qilgan bo'lamiz va psixologik o'sha erektil disfunksiya rivojlanadi. Nimaga deyilsa, davosi yo'q ekanda bu degan shunaqa tushkunlikka tushadi. O'nonga ham bordim, bunga ham bordim, Ahmadjonga ham bordim, Sheraliga ham bordim, Sanjarga ham bordim. Nima yo'q. Demak, davo yo'q ekan degan fikr ham paydo bo'lib qoladi. Odam keyin erkak kishi o'zini o'zi haligi nima deydi? Hayot sifati tushib, har xil apatiya, depressiyalarga tushdi boshqa psixologik. Undan ham battar jinsiy yanada o'zi zaif bo'lgan anaqani o'sha 3-chi balli 1ga tushirib yuboradi. 1ga tushirib yuboradi. Agar biz o'sha joyda bu o'sha Ahmadjon yoki Sherali qildi u taktikani. Yaxshi qildi. Lekin nimagadir yaxshi natija bo'lmadi. Bu tushunishimiz kerak. Medikamentoz terapiya doim jinsiy zaiflikda bu ham testoviy terapiya hisoblanadi. Shunaqa. Test. Agar medikamentoz terapiya yordam bermadimi, unda operativ metodikani taklif qilishga to'g'ri kelishi ham mumkin. Operatsiya deganda baribir odamlar qo'rqadi. Lekin hozirgi zamonaviy xirurgiya, zamonaviy urologiya shu darajada rivojlandiki, kichkina mana shuncha kesma orqali erektil disfunksiya, jinsiy zaiflikda любой darajasi 10 yil jinsiy aloqa qilmagan, 15 yil jinsiy aloqa qilmagan, любой darajasida to'liq muammoni hal qilsa bo'ladi. Mana eshitibsizlarmi? Ya'ni gap bo'ldi. Yoshligi. Hozir yoshligiga qaytadimi degan savol bo'ldi. Hozir shuni aytmoqchi edim. Yoshligi emas. Yoshligida 25-30 yoshligida eng jinsiy pik sog'lom payti bo'lgan bo'lsa, o'sha paytda o'zini juda jinsiy salomatdek his qilgan erkak bo'lsa, baxtli bo'lgan bo'lsa, jinsiy imkoniyatlar notabiiy ravishda yuqorilab ketadi-da. Ya'ni undan ancha kuchli bo'ladi agar. Kuchi qanaqa bo'ladi deyilsa. Mana qarang. Undan kuchli bo'ladi. Nega deyilsa, bu operatsiyalar mana ko'pincha implantatsionniy xirurgiya shunaqa yechim beradiki, unda hamma his-tuyg'ular saqlanadi. Hamma jinsiy funksiyalar saqlanadi, ya'ni orgazmik funksiyalar, eyakulyator funksiyalar, his-tuyg'ular, lazzatlanish, hammasi, detorodniy bola ko'rish, hamma funksiya saqlangan bo'ladi. Ereksiya mexanik bo'ladi. Ya'ni erkak kishi ko'radi ayolini yechingan holatda, xohish paydo bo'ladi, jinsiy mayl paydo bo'ladi, jinsiy yaqinlik bo'ladi va o'sha friksiya boshlanganda, jinsiy aloqa boshlanganda ayol kishi, misol bir xil ayollar bilan bizga disorgazmiya bo'ladi.
20 minut, 25 minut, yarim soatlab orgazm ololmaydi. O'shanaqa ayoli agar shunaqa bo'lsa ham orgazm ola oladi bunda. Chunki bunda jinsiy imkoniyatlar cheksiz bo'ladi. Mana men hozir nimaga emotsiya qildim? Bu menimcha 21-asr bir qanaqadir nima deydi? Chudo deydi-yu. Chudo texnologiya. Chudo texnologiya, o'rtoqlar. Bu podkastni bekorga olmayapmiz. Sanjarbek juda ham tushkunlikda erkaklar. Men ko'rib, mana o'zimni farzandim tengi masalan 30 yashar, уже 5 yil bo'lgan, qandli diabet bo'lgan yoki o'sha semirib ketgan. Birinchi anaqasi shikoyati oxirgi nadejdam sizda endokrinologik bo'lsa kerak, gormonli buzilib ketishi qaysidir sabablarga ko'ra o'shani sababini topish uchun keldim deyshadi, bilasizlarmi? Aytmoqchimanki, Sanjarbek mana hozir juda katta savob ish qilyapmiz-da. Men to'g'risini aytsam, yolg'on gapirmayman, bu narsalar bizda chet elda qilinishini bilardim. Lekin O'zbekistonda bu implant qo'yilayotganidan bexabar edim. Bu meni juda ham katta xatoyim deb bilaman. Alloh nasib qildi, Milliy kanalda Sanjarbek bilan uchrashdik. Keyin men nimagadir podpisatsiya qildim. Yoqib qoldingiz menga, hali aytadi-yu, o'zim farzandim tengi yigit bu. Aytmoq, как mutaxassis sifatida juda ham yoqdilar gaplari, ya'ni nauchniy и практический deydi-yu hali rus tilida. Bilasizlarmi, yechim bor. Mana Sanjarbek aytibdilar. Bizga keladigan bemorligi har doim tushuntiramiz, qand miqdorini korreksiya qilishni biz qilib beramiz. Masalan, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman, yana hozir davom etamiz shu implantlarni qanaqa bo'lishini. Juda ko'p erkaklar kelishadi, mana meni qand miqdorim 6, 7 uzog'i 8 yuradi ertalab deyshadi-da. Nimaga menda asorat bor? Mana sahr balon yuradi, 20, 15 yuradiganlarda bo'lsa men tushunardim deyshadi. Lekin eng asosiy narsani tushunishmaydi. Bilasizmi? Ular faqat nahorda qand miqdorini o'lchashadi. Asoratlar, ya'ni hali yuqorida aytib o'tilgan asoratlar, hozir mana Sanjarbek aytayotgan diabet natijasida kelib chiqadigan asoratlar ovqatdan keyingi qand miqdori keskin ko'tarilishi kompensatsiya bo'lmaganidan kelib chiqadi. Bizning tilimizda postprandialniy giperglikemiya deyiladi. Ya'ni ovqatdan keyin. Shunaqa kelgan bemorligi hali aytganingizdek glikerinni gemoglobin qilamiz, umuman tushunishmaydi, nimaligini ham tushunishmaydi. Afsuski, bilmadim, endi o'sha ko'pchiligi borishmaydi. Men ularga zadaniya beraman-da. Mana birinchi qabulga kelishadi, analiz topshir, boshqa shunaqa bo'ladi, keyin qayta ko'rgan bo'ladi. Men aytamanki, mana qand tushiradigan dorini ichayotgan ekansan. Masalan, metformin ichyapti, nahorda ichasiz, ovqat yeysiz, qand miqdorini tushiradigan doringizni ichdingiz, 2 soatdan keyin obeddan oldin mana shunaqa glikemitskiy profil qildirib beraman-da. Ko'zi chiqib ketadi bemorlarning. Bilasizmi nimadan? Ular umuman bu narsani ko'rishmagan. Qamaga 25 gacha qand miqdori ko'tariladi. Mana. Ya'ni ko'rib aytadi, qanaqasiga deydi. Da, shunaqasiga. Da. Ya'ni o'sha ovqatdan keyingi qand miqdorining ko'tarilishi hozir yuqorida aytib o'tgan asoratlarga olib kelishadi. Ya'ni o'sha bemorlar qand tushiradigan dori vositasini o'sha korreksiya qildirmaydi. Yana bitta narsa borda, bir xil bemorlarda belgisiz qandli diabet rivojlanadi. Afsuski, mana 3 yil, 5 yilgacha sahrli diabet, qandli diabet borligini bilmaydiganlar ham bor. Mana bu hali ayollar qini qichib, ya'ni qichish bo'ladi, ya'ni o'sha zud bo'ladi deymiz, ginekologda bilib qoladi, sahringizni bitta o'lchab ko'ringchi deydi masalan. 40 yashar, 45 yashar. Erkaklarda ya'ni o'sha sal pasaydi, urologga boring deydi, keyin urolog aytadiki, bitta sahringni o'lchagin deydi. Keyin 20 chiqadi. Ya'ni belgi yo'q. Xuddi shunaqa. Mana endi Sanjarbek, endi savollarimiz ko'payib ketdi. Ya'ni yechim bor ekan. Bu zo'r, это revolyutsiya da meditsina. Ya'ni biz hozir berayotgan informatsiyamiz hozir juda ko'p
qandli diabeti bor erkakligi уже nadejda deydi-yu, umid. Voy, mana 10 yilda ham yo'qmanda, 5 yil yo'q. Значит, menda anaqa bo'lar ekan. Ya'ni anaqa. Mana shu implant deyapsiz. Mana shuni bir oddiy tilda tushuntirib bersangiz. Bu nima? Qayerga qo'yiladi? Buni qanaqadir nazorat qilinadimi, boshqami? Chunki hozir gapirayotgan, ya'ni bu implantni qo'ygandan keyin hali aytilayotgan orgazm ham bo'lar ekan, даже masalan nima deydi, hali xohish bo'lar ekan, oldingi yoshlikdagi xotinini ko'rsa, o'sha ereksiya bo'lar ekan, boshqa bo'shanish, juda hali nima deydi, hozir eshitayotgan bemorlar, qandli diabeti bor erkaklar aytadi, "Yo, qanaqa bu voshimni?" Bir tushuntirib bersangiz bu anaqa metodikalarni, bu operatsiya qanaqa operatsiya bu? Katta operatsiyami, kichkina operatsiyami? Juda yaxshi savol berdingiz, o'rinli savol berdingiz. Pineal implant xirurgiyasi to'g'ri. O'zi tarixiga qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, u hozirgi zamonaviy implantlar уже 73-yildan beri qo'yiladi dunyoda. Buni juda ham kuchli bir professor, urolog Francis Brentley Scott degan odam metodologiyasi bo'yicha qilinadi. Hozir endi bu takomillashtirilgan. Eng takomillashtirilgan holatda mana qandli diabetda ko'pincha jarohat bitmasdan qiynaydi, infeksiya shu qiynaydi. Shu darajada takomillashtirildiki, oldin 10% gacha asoratlar bo'lishi mumkin bo'lsa, bu operatsiyada hozir 0,3-0,4% gacha tushirilgan shu narsa. No touch texnika deydi. Tanaga umuman implantda kontakti bo'lmaydi-da. Полный germetichni yopilgan bo'ladi butun nima. Faqat o'sha operatsiya o'rnigina ochiq bo'ladi xolos va u ham nima bilan kontakt qilmaydi. Implantni o'zi bilan, o'sha uskuna bilan o'zi bilan kontakt bo'lmaydi o'rnatishgacha. Qarang. Shuni evaziga mana shu eng qo'rqadigan asoratimiz infeksion yallig'lanish asoratlari, demak, praktически к нулю, 0,3%. Ya'ni eshityapsizlarmi? Mana bitmaydi deb ko'pchilik qo'rqar ekan, mana Sanjarbek aytyaptilar. 0 asorat, ya'ni bitib ketish, ya'ni oddiy anaqa tushuntirganda hech qanaqa zararsiz narsa, ya'ni anaqa bo'lmaydi. Endi operatsiya kam invaziv operatsiyalar qatoriga kiradi. Ya'ni kam invaziv, kam jarohat. Ya'ni operatsiyada kichkina o'sha 3 yoki 4 santimetrlik kesma orqali g'ovak tanaga shu konstruksiyani o'rnatiladi. Bu konstruksiyalar turlari bor buni ham. Asosan butun dunyoda hozir aktiv faol qo'yiladi va уже katta meta-analizlardan juda ham muvaffaqiyatli o'tganlari bir komponentlik implant bilan 3 komponentlik implant hisoblanadi. Bir komponentlik implant bu silindrik shakldagi uzunchoq bir kaltakchaga o'xshagan narsa. U biomaterialdan tarkib topgan, uni o'rnatiladi va bunda mukammal ereksiya bo'ladi. O'sha 5 haligi ereksiya darajasi bo'yicha 5 bo'ladi. Mukammal ereksiya bo'ladi, faqat bu yerda ruchnoy boshqariladi. Ya'ni aloqada to'g'ri ugl to'g'ri qo'yib turib, aloqasini qilib bo'lgandan so'ng erkak kishi yo tepaga qayriladi yoki pastga qayriladi yoki boshqa qanday udobni bo'lsa. Bu oddiyroq, soddaroq, operatsiyasi ham nisbatan soddaroq. Demak, aynan qandli diabeti bor odamlarda bitish jarayoni ham tezroq, tezroq ekspluatatsiya qilsa bo'ladigan konstruksiya. 3 komponentli implant bu более innovatsionroq implant hisoblanadi. Bu knopka mexanizmida ishlaydi. Ya'ni 3 ta komponent, bittasi silindr, ya'ni o'sha g'ovak tanaga jinsiy holatda o'ziga qo'yiladi va rezervuar degan yomkist bo'ladi, ballonga o'xshagan. U retsiva пространство deymiz, ya'ni qorin, pastki qorinda ichkarisiga qo'yiladi. Ya'ni bilinmaydi u. Tashqaridan bir implant borligi hech kim bilmaydi. O'zi aytmasa agar. Va knopkasi bo'ladi. Knopkasi moyak xaltasiga o'rnatiladi. Ya'ni skritni o'rnatiladi, bilinmaydigan darajada. Aloqa qilmoqchi nakachka qiladi. O'sha moyak xaltasini moyak xaltasidan bosadi. Turadi. Qarang. Aloqani qiladi. Hamma funksiyalar saqlangan, jamlangan bo'ladi. Aloqadan maza qiladi, lazzatini oladi. Ayoli ham lazzatini olgandan keyin yana knopkani bosadi, yotadi. Voy, qaranglar qanaqa. Endi ana
hattoki biz buni nafaqat jinsiy zaiflik, tez bo'shalishda ham yechimi yo'q tez bo'shalishlari borda. Shularga ham qo'yamizda. Bunda bitta plyus tomoni bor. Refraktorlik degan narsa borda. Mana bir xil yil aytadi. Birinchi jinsiy aloqa qilsam juda tez bo'shalaman. Ikkinchi jinsiy aloqaga harakat qiziqishim bo'ladi, lekin turgizolmay qiynalaman. Vaqt ko'p ketib qoladi. O'sha xotinim qiziqishi ham nima bo'ladi dedi. Demak, refraktorlik, ya'ni orada dam olish muddati bo'ladi. Bu implantda yutug'i refraktorlik bo'lmaydi. Bo'shalib qo'ysa ham u davom etaveradi. Qarang. U o'zi harakatini qilib davom etaveradi. Erkak kishi bitta aloqadan to'ymay qoldimi, ikkinchisini qilishni xohlaydi. Faqat ereksiyaga erisha olmaydi. Tabiiy holatda ereksiyaga erisha olmaydi. Bo'ti bilan xohlaydi, lekin bu signal kech boradi juda. Kech boradi. Xohlaydi, lekin bo'lmaydi. Bunda erkak kishi xohlayapti hali miyada. Hali to'ygani yo'q. Hali u xotinni ham qondirish kerak, o'z vazifasini bajarib qo'yish kerak. Xohlayapti. Bu yotgan yo'q. Davom etyapti. Davom etyapti. Ya'ni refraktorlik period 5-6 sekundda yana полный восстановление bo'ladi. Полный yana jinsiy aloqani pik davriga chiqaveradi. Qarang. Ya'ni ulay olish imkoniyati bor. Волшебный anaqa ekanda. Palochka. Palochka. Волшебная palochka. Bu ko'pchilikka g'alati eshitilishi ham mumkin. Bo'ladi bunaqa bemorlar. Lekin ko'p xil operatsiyalar qilaman-da, har xil. Prostata bez adenomasi bo'yicha operatsiya qilaman. Siydik tosh kasalligi bo'yicha operatsiyalar qilaman. Buyrak o'smalari, prostata bez saratoni. Ya'ni xilma-xil operatsiyalar qiladigan odamman-da. Siydik tuta olmaslik. Har bitta operatsiyada kasallarda ma'lum miqdordagilari asoratlar, noxushliklar, norozichiliklar bo'lishi mumkin. Men shuni tushunib yetdimki, bitta operatsiya bor ekan biz sohada. Bu sohada bemorlar bu implant qo'ydirgandan keyin, ekspluatatsiya qildirgandan keyin, ya'ni ishlatishni boshlagandan keyin birorta bemor norozi bo'lgan yo'q. Ya'ni aytyapsizlarmi? Tushunyapsizmi? Bu вообще revolyutsiya deydi. Haqiqatdan. Bu уже 500 ga yaqin operatsiya. Bu juda katta. Ya'ni hech qanaqa nojo'ya ta'siri yo'q. Qaranglar, bu diabet haqida gapirilyapti. O'rtoqlar, ikkinchi tip qandli diabetda, ya'ni o'sha qand miqdori surunkali oshishi natijasida o'sha har xil operatsiyalar, har xil yara chaqalar bitishi juda ham qiyin bo'ladi. Bu narsalarni mana 30 yillik endokrinolog bo'lib turib juda ko'p bemorlarni ko'rganman. Hozir Sanjarbek aytayotgan narsa bu juda ham nima deydi, hali ishonishga odam anaqa qiladi. Shifokor sifatida ham mana hozir men statistikani eshitib. Bu endi manada operatsiyada ham biz misol uchun qandli diabetda qiladigan o'zimiz protokollarimiz bor. Bu protokollar yaratilgan, bu protokollar haqiqatdan ishlashi isbotlanganda. Solution dilution degan nima bor? Prinsip bor. Ya'ni operatsiyada bitta assistentim bo'ladi, misol любой xirurgda. Shu bitta assistenti vazifasi rifampitsin, minotsiklin saqlovchi antibakterial rastvor tayyorlangan bo'ladi. Bu tog'oraga solib qo'yiladi o'sha. Shu faqat yuvadi. Ya'ni solution qiladi. Faqat yuvish, operatsion zonani yuvish, g'ovak tanani bujlandi, g'ovak tanani yuvish. Ya'ni operatsiya vaqtida o'sha antibakterial o'sha preparat bilan o'sha ya'ni infeksiya tushmasligi uchun, ya'ni asorat bo'lmasligi uchun postoperatsionniy, ya'ni yuvib turadi. Bitta sizni shogirdingiz, ya'ni shuni qilib turadi, ya'ni operatsiya vaqtida. Bu prinsip bu. Bu bo'lishi kerak bo'lgan обязательный punkt. Operatsiyaga tayyorgarlik. Qandli diabet agar subkompensirованный yoki dekompensirованный bo'lsa, kompensirованныйga tushiriladi birinchi. U 20 bilan qovurilavermaydi. U tushiriladi. 20 bilan qilsa aniq asorat bo'ladi. 20 bilan qilsa albatta asorat bo'ladi. Qachon asorat bo'lmaydi? Qachon bu narsalarni biz minimumga tushiramiz? Qachonki shu mirovoy olimlar yaratib ketgan, aniqlab ketgan ishlarni hammasini prinsipialni bajarishimiz kerak. Ya'ni sistema bo'yicha, o'sha protokol bo'yicha, ya'ni bajarsangiz, o'shanda asorat bo'lmaydi, faqat natija bo'ladi. Minimumga tushadi. Shuning uchun ham bemorlar hammasi oxir-oqibat xursand bo'ladi. Keyin yana bitta shunaqa zamonaviy implantlar yaratildi.
shu asoratlarni yana bo'lmasligi uchun takomillashtirish uchun. Implant antibakterial qoplag'ich покрытиеga ega. Ya'ni hali aytib o'tgandek antibiotiklar bilan yuvib o'tirilmas ekan Yo'q, zonani yuvorasiz. Yuvasiz, Lekin G'o'viyni implantni o'rnatib bo'ldik. Bu bemorda juda ham infeksion yallig'lanish asorat bo'lish moyilligi kuchli. Aytaylik. Antibakterial bo'lsa deyman-da. Ha, o'sha mahalliy operatsiya zonasidagi bakteriya tushgan yoki bakteriya уже avj olyapti. Bakterial persistensiya avj olyapti. Nima bo'ladi? Implant tagi antibakterial qoplag'ich покрытие bu уже zapuskatsiya qiladi. O'zi ishlashni boshlaydi. Neytrallashni boshlaydi antibiotikni. Ya'ni umniy bakteriotsidniy umniy implant deyiladi. Shunaqa ekan-da. Bu ham bir necha barobarga nimani tushirib yuborgan haligi. Asoratlar bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni tushirgan. Sanjarbek, juda ham qiziq mavzu yana. Hozir o'zingiz bilasiz, 21-asrda semizlik muammosi juda ham anaqa ko'payib ketyapti. Semizlik bu kasallik. Nima deb o'ylaysiz? Mana men endokrinolog sifatida mana semizlik bilan shug'ullanaman, ya'ni o'sha semizlik bilan kelgan bemorlarni ozdirishga harakat qilamiz, to'g'ri ovqatlanish, shularni tavsiya qilamiz. Testosteron miqdori tushib ketyapti va bu bemorlarimizga ko'p urologlar shu testosteron preparatlarini olsang shu ozasan, boshqa qilasan deydi, analiz topshirtiradi, boshqa qiladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu yechimmi? Testosteron zamestительная terapiya o'zini cho'tka ko'rsatmalari bor. Shu ko'rsatmalar bo'yicha agar qilinsa, bu foydali, kerakli device hisoblanadi. Endi ojireniya bilan mana lipidni profili birinchi qaraladi, uni korrektirovka qilinadi, uni yashash tarzini to'g'irlanadi, testosteron miqdorini ham ko'rishimiz kerak. Srazu testosteronga yopishish kerak emas. Testosteron kam chiqqan bo'lsa ham. Birinchi albatta testa boosterlardan foydalanib ko'rsa bo'ladi agar testosteron xomashyolardan foydalanib ko'rish kerak buni. 2-3 oy nazoratda u samachuvsiyasi o'zgardimi, yo'qmi? Ras. Laborator ko'rinishlar dinamikada yaxshilandimi, yo'qmi? Agar biz qilgan ishlarimiz unga yordam bermayotgan bo'lsa, testosteron zamestительный terapiyani ham kuchli monitoring bilan qilish kerak. PSA screening qilinadi, gematokritlar ko'riladi, yurakni ko'riladi, kogogramma ko'riladi. Har bitta mana momentlarni ko'rib turib qilinsa to'g'ri. Chunki testosteron zamestительный terapiya hech kimga sir emas. Tromboz chaqirish mumkin, yurak yetishmovchiligi olib kelib qo'yish mumkin, noto'g'ri qilinsa. Agar bola ko'rish niyati bo'lsa, urug'ni sifatini buzib yuborishi mumkin. Mana hozir noto'g'ri bo'lyapti. Ko'p sportmenlar juda katta muammo. Sportivnaya farmakologiya deb turib, suprafiziologik testosteronlarni bosib qilyapti-da, oqibatda bu bemorlarda kerak bo'lsa tranzitor muammolar emas. Ya'ni pожизненный muammolarga, pожизненный invalidizatsiyalarga kerak bo'lsa olib kelib qo'yapti. Sanjarbek, bilasizmi, yaqinda bitta bloger, urolog, Rossiyan, bitta bloger, o'sha hali aytganingizdek o'zi trener ekan, sportsmen ekan, o'ziga testosteron qilar ekanda, mana shu o'zini blogida ko'rsatar ekan. Propaganda qilyapti. Bilasizmi, nima qilibdi? Haftada bir marta qilgan, endi qanchadir yil mobaynida mana mushakmasam, boshqa endi qarang, hammasi yaxshi bo'lgan, yoshroq bo'lgan. Keyin ta'sir qilmay qo'ygan. Ya'ni xotin aytgan oldindagi anaqa yo'q deb. Keyin 3 kunda bir marta o'sha kolot qilgan. Klinichеская смерть bergan. Ya'ni hozir aytib o'tganingizda передозировка, ya'ni ko'p qilib yuborganda men shu anaqani albatta o'zimni reelslarimga olib chiqmoqchiman-da. Chunki juda ham ko'p erkaklar mana shunaqa kelishadi. Men shunaqa testosteron aytuvdi trenerim, birinchi bat ichdim, uni ichdim, buni ichdim, keyin testosteron qildim. Mana mushakmasam endi bo'lsa muammolar bilan kelishadi. Ginekamastiyalar bo'ladi, boshqa undan tashqari rosa ko'p batlar ichgan bo'ladi, sintetik. Aytmoqchimanki, rosa shu katta muammo bo'lib ketyapti-da. Meni yonimga ham kelib konsultatsiyada hali ozg'in bolachalar kelishadi, aytishadiki, anaqa men
ko'rsam asorat berar ekan, menga o'zingiz endokrinolog sifatida yozib bering deyishadi. Men aytamanki, ты пришел не по адресу deyman. Aytmoqchiman, juda katta muammo, ya'ni o'sha testosteron это гормонозамещающий terapiya deymiz, o'rinbosar terapiya hisoblanadi. Mana biz ham как endokrinolog sifatida agar biron bir endokrin kasallik natijasida gipogonadizm bo'ladigan bo'lsa, biza Источникda. Manbani ya'ni to'g'rilaysiz. ko'rsatma bo'lsa, manbani to'g'rilaymiz. Kelib chiqish sabablarini to'g'rilaganimizda, men har bizada gipofiz bezlaridagi har xil o'sha o'smalar bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'sha gipogonadizm, ya'ni o'sha trop gormonlarni o'sha pasayishi, boshqa qilishi o'sha olib keladi. O'sha agar ko'rsatma bo'lsa, bizni beramiz testosteron. Lekin mana shu holatlar juda ham ko'payib ketayotgani uchun afsuski shu informatsiyalarni ham olib chiqishimiz kerak degan ma'noda anaqa qilyapman, gapiryapman. Sizni praktikangizda bo'lganmi shunaqa yillar davomida testosteron preparatini olib, keyinchalik o'sha ikkilamchi gipogonadizm bo'lgan yoki предстательный железада erkaklik o'sha bezi, предстательный железа, ya'ni o'sha bezida, erkaklarning bezida qanaqadir rak holatlari kelib chiqqanlar bo'lganmi, yo'qmi? Mana shuni men bekorga men o'z birinchi savolim shu bo'lish kerak edi, lekin shuni To'ppa-to'g'ri gapirdingiz. Testosteron zamestительная terapiya yoki bilmayman, sportivniy farmakologiya oqibatida noto'g'ri qo'llanilganda, bu dori vositalar noto'g'ri ko'rsatmalar bilan foydalanilganda asoratlar sifatida bepushtlik bo'lgan. Azospermiya urug'i nolga tushgan. Mana bitta moment. Bu tranzitor ham, ya'ni o'tib ketuvchi ham bo'lishi mumkin yoki uzoq vaqt testosteronda turgan bo'lsa, o'sha o'tib ketmaydigan, постоянный nimaga. Chunki moyaklar kichrayib ketadi-da. Kichrayib ketadi. Mana moyaklar endogen ishlab chiqarmayapti. Mana ko'ryapsizlarmi? O'zi ishlab chiqazmayapti testosteron. Tashqi tarafdan qilinyapti. Moyaklar, ya'ni o'sha tuxumlar kichrayib ketish holatlari mana eshitinglar, urolog aytyaptilar. Bu momentlar bo'lgan. Ko'p uchraydi juda ham. Достаточно. Bir haftada, 2 haftada bir bor shunaqa bemor. Juda ham ko'p degani bu. Ikkinchisi, prostata bezi adenomasi tez progressiv rivojlanib ketgan bemorlar ham bo'lgan. Prostata bezi saratoni rivojlangan bemorlar ham bo'lgan. Mana qaranglar, saraton degani rak degani, ya'ni testosteron qabul qilgan bemorlar haqida gapiryapmiz, o'rtoqlar. Ya'ni bu juda ham keyin qo'rqinchli. hozir biz temamiz erektil disfunksiyada impotentlik rivojlangan bemorlar ham bo'lgan. Ana. Ya'ni testosteronlarni olgan, ko'pchilik testosteron sportivniy farmakologiya qilayotgan odamlar nima deydi? После kursovaya terapiyani qilishni bilish kerak deydi. Kechirib qo'yasiz. После kursovaya testosteron alaga boshqacha, valaga boshqacha, g'anaga boshqacha ta'sir qiladi. После kursovaya terapiya hammani qutqara olmaydi. После kursovaya terapiya bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarni birmuncha podavlat qiladi. Lekin hammani qutqara olmaydi. Hozirgi testosteronlarda xavfi darajasi sal pasaydi-ku, hozir yaxshi nimalar. Zamonaviy testosteronlar. Oldingilarda jigar sirrozi. Jigar sirrozi olib kelgan, haqiqatda shunaqa. Hozir bu buyrak yetishmovchiligi. Buyrak yetishmovchiligi. Yurak yetishmovchiligi. Yurak yetishmovchiligi. Nechta atletlar o'lib ketyapti. 30, 32, 33 ga kirgan. Shunaqa. Baquvvat, nakachinni ichishi tugagan. Sanjarbek, buni mana hozir urolog mutaxassis sifatida gapiryapsiz-da. Bizni как endokrinolog sifatida biz ham hali testosteron yozamiz-da endi mana. Ya'ni o'sha kasallik natijasida testosteron miqdori tushib ketsa, gipogonadizm bo'lsagina biz yozamiz. Agar semiz yigit keladigan bo'lsa, u to'xtab tur, testosteroning nimaga tushib ketyapti? Sababi sen noto'g'ri ovqatlanyapsan. Senda hali oksidativniy stressing bor, paloning, vaspaleniya bor, yallig'lanish. To'g'ri qilgin. Yashash yo'q, boshqa fast food yeyapsan, kechasi soat 3 da uxlayapsan. Shuni to'g'rilasang, mashinada testosteroning ko'tariladi deymiz-da. Mana bu juda ham mana shu narsani birinchi o'rinda chiqazmoqchi edim, chunki xohlasak xohlamasak bizga ham juda ham ko'p shunaqa bemorlar, erkaklar, chunki qo'rqadi-da. Qani endokrinologga borsammikin, endi nima deydi, непорядочный urolog bo'lsa endi qiladi, lekin ular ham endi internetda ko'radi-da, gormonlarim buzilganmikin,
nima qilganmikin bir tekshiraman-da, keyin bitta yozdirib olaman deydi-da. O'shaning uchun bu muammo mana Sanjarbek ведущий urolog aytyaptilar. Qarang, testosteronni uzoq muddatda olish, uzoq muddat degani endi u bir oy qilmaydi-da, qilsa yillab qiladiganlar bor. Mana Shuncha asoratga olib keladi. erektil disfunksiyada bitta mexanizm borda. Chotki tushunish kerak. Testosteronni qiladi. Qilganda u nimada plazmada ko'tariladi. To'g'rimi? Plazmadagi testosteronni jinsiy funksiyadagi roli katta emas. Tropnost kuchli emas. U to'g'ri, erkak kishini erkak qilib turadi, soqollarni o'stiradi, erkakcha o'ylaydi, fikrlaydi, erkakcha agressiya bo'ladi. Shunaqa, funksiyalarimiz ishtirok etadi. Shunaqa testosteron bor, intratestikulyar testosteron deymiz. Moyak ichi testosteron deymiz. Moyak ichi testosteroni plazmadagi testosterondan nima farqi bor? Moyak ichi testosteroni sertoli degan hujayralar bor, o'sha yerdan androgen binding protein, ya'ni androgen связывающий belok ishlab chiqaradi. Bu testosteron bilan bog'lanadi va mana shu intratestikulyar testosteron hisoblanadi. Bu g'ovak tamanaga primoy ta'sir ko'rsatadi. Ne primoy, bilvosita ta'sir ko'rsatib, NO sintezini ko'taradi. Spermatogenezda meyozini boshqaradi, regulyatsiya qiladi va mana yoshlarga aytyapmiz. Jinsiy funksiyalar va reproduktiv bola ko'rish funksiyalari mana qanaqa testosteronda. Hamma plazmadagi testosteronni ko'rib, testosteroning kam ekan, testosteron yozib qo'yadi, noto'g'ri lecheniya qilib qo'yadi va oqibati yoki sport zalda olayotgan testosteronning oqibatida nima bo'ladi? Endogen, ya'ni leydigadan ishlab chiqarilayotgan testosteron mexanizm обратной связи evaziga yaxshi ishlab chiqarilmaydi. U yaxshi ishlab chiqarilmasa, moyak ichi testosteron yo'qoladi-ku. Shunaqa. Mana qaranglar, hozir naushni gapiryaptilar-da. Bilasizlarmi, testosteronni ham juda qilib, ya'ni bu nima deydi, turlari ko'p demoqchilar-da. Ya'ni shunaqa bir testosteronlar bor, ya'ni uni otini aytmaymiz, chunki qiladi. Shunaqa qiladiganlar bor, eshitib olib, "Voy, men buni qilishim kerak ekan" deydi. Biz уже bilamiz, reklama bo'lib qoladi. Qondagi testosteronni ko'taradi, lekin to'qimaga kira olmasdan, ya'ni nabarot, o'sha o'zini ishlab chiqarayotgan testosteronini ham kamaytirish oqibatiga olib kelar ekan. Ikkinchisi, to'qimani ichidagi, ya'ni bizga ereksiya kerak, bizga o'sha jinsiy quvvat kerak. O'shani to'g'rilaydigan testosteronlar bor. Ya'ni bu preparatlarni mutaxassis yozish kerak. Mutaxassis agar ko'rsatma bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'shandagini yozish kerak. Bu narsalarni bekorga aytayotganimiz yo'q. Biz asoratlarni ko'rib o'tiribmiz. Mana Sanjarbek yuqorida aytdim, prakticheski nauchniy odamlar. Bular ilm qiladilar. Hozir mana har bitta oqsilni aytib beryaptilar. Mana ko'ryapsizlarmi? Aytmoqchimanki, masalan, men hozir nauchniy gapirmaydigan bo'lib ketganman. Chunki xalq tushunmaydi. Oddiy tilda tushuntirib beryapmiz. O'shaning uchun testosteron preparatlarini qilishdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Rostdan ham bu anaqa qiladimi, effekt bo'ladimi? Mana bunaqa narsa bor-da, ayollar ozmoqchi bo'ladi-yu. Или kosmetologga boradi-da, yuzini tez qilib go'zal bo'lgisi keladi-yu, o'tpetga ketadigan bo'lsa. Erkaklarning muammosi bu testosteronni tez ko'tarib olsa-da. Mana men shunaqa, mana shunaqa bo'lib o'rganman. Mana shunaqa tez ozish kerak. Tez testosteronni effekt olish kerak-da. Bunaqasi bo'lmaydi, bu faqat asoratlar olib keladi. Gapingizga ham yana qo'shimcha qilmoqchiman. Semizlik deyapmiz-ku. Da, semizlik o'zi qandli diabetdan ham battar muammoda. Shunaqa. Hozirgi kunda. Shunaqa. Подкожный жировой клетчатка bu bitta endokrinni organ deb tan olindi oxirgi nima. Da, shunaqa. Har safar aytaman. Подкожный жировой клетчатка qancha ko'p bo'lsa, ya'ni abdominal yog', qorin yog'i qancha katta bo'lsa, unda обязательно problema bo'ladi, oksidativ stress bo'ladi, обязательно jinsiy zaiflik bo'ladi, обязательно testosteron kamayadi. Yoki testosteronni qonda ko'rsangiz, normada bo'ladi. Shunaqa. Lekin semiz. Testosteron qonda aylanib yurishi bizga qiziq emas. Qiziq emas. Nechida turishi pokazateli qiziq emas. Bizga testosteron androgen retseptorlar bilan birikishi qiziq. Da, birikishi va jinsiy quvvatni ta'minlab berish kerak. Yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Zo'r gap gapirdilar, abdominalniy ожирение, o'sha visceralniy jir deymiz, u отдельная respublikada
u вообще sizni gipofizingizga boshqaga itoat qilmaydi. Oksidativniy stressdan, ya'ni o'sha yallig'lanishga olib keladi, boshqa и так далее. Estrogen ishlab chiqazadi. Esingizdan chiqazmanglar. Estrogen ayollar gormoni ishlab chiqaziladi. Ayollar gormoni ko'tarilishi bilan testosteron tushadi. Siz ozvossiz, oksidativniy stress yo'qotyapsiz, yallig'lanishni yo'qotyapsiz, estrogen tushyapti, testosteron ko'tarilyapti. Mana sizga mexanizmi. Shuning uchun testosteronni ko'tarilishini tabiiy yo'li bu ozish kerak. Hayot tarzini to'g'irlash kerak, uxlash kerak, suv ichish kerak, jismoniy aktivlik, to'g'ri ovqatlanish и так далее, и так далее. Haligi ozing siz haligi nima deydi, safsata gapga o'xshab tuyuladi-da. Shunaqa. Ozishingiz kerak, to'g'ri ovqatlanishingiz kerak, to'g'ri uyqu rejimi bo'lishi kerak desa yoki sport bilan shug'ullanishingiz kerak, haligi zarar keltirmagan holatda. Siz safsata gap tuyuladi. Men sezaman kasallar ba'zilarida Shunaqa. buni boshqa doktor ham, oldingi doktor ham gapirganda shunaqa. reaksiya qiladi. No, mana ilmiy tomondan mexanizmdan aytadigan bo'lsak, haqiqatan estradiol ko'tariladi. Nimaga? Testosteron aromatizatsiya bo'lib ketadi. Aromataza fermenti yog'dan ishlab chiqariladi. Ana, mexanizmini aytib berdilar. Ha, u yog'ni kamaytirsa, keyin aromataza o'zi bizda mayakda ishlab chiqariladi erkakda, jigarda, miyada ishlab chiqariladi. U dostatchni. U yog' u lishniy bizga. Shunaqa. Keyin testosteron bilan estradiolda nisbat buzilib qoladi. Shunaqa muvozanat. Chunki ayollarda ham testosteron bor, erkaklarda ham estrogen bor. Ularda ayollar gormoni kam, testosteron ko'p. Ayollarda o'zini funksiyalari bor, ayollarda estrogen ko'p, testosteron kam. Shuning uchun bizda yana hali menopozalniy davrda men o'zimga testosteron qilganman. Endi hali nima deydi? Вообще zo'r bo'lgan androgenlar mazit qilib anaqa qilgan. Shu oxirgi bir yildan beri qilmayapman. Вообще kuchim ko'payib ketgan. Вообще shunaqa zo'r bo'lgan. Вообще slov нет. Bu, конечно, hammaga qiziq, qanaqasiga ayollarga testosteron qilinadi. Haqiqatan shunaqa mexanizmlarimiz bor, shunaqa доказательный meditsinada shu isbotlangan, shu ayollarga ham testosteron kerak ekan. Endi hozir ko'p ayollarda testosteron ko'tarilib ketib, hali tuxumdonlar polikistozishnikov keladi menga, bepushtliklar bilan shug'ullanaman, giperandrogeniya. U yerda umuman boshqacha muammo. Hozir aytayotgan narsam umuman boshqacha. Buni ham aytib o'tish kerak, chunki hozir Nigor opa aytayotgandilar, endi o'zlariga androgenlarni anaqa qilgan ekanlar, demasinlar deb aytib qo'yaman, показания. Ya'ni bizda rostdan ham o'sha predmenopauza, menopauza degani klimaks, mana xalq tushunishi uchun klimaks deymiz. O'sha davrlarda shunaqa bizda testosteronli tavsiya qilamiz. Endi buni mutaxassis bo'lib, tekshirib, agar rostdan ham shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsagina beramiz. Bu degani o'zingizga qilib o'tirmanglar. Mana hozir podkastimiz ham o'sha yakunlanyapti. Juda ham qiziq mana temani olib chiqdik. Harakat qildik eng hali aktual deydi-yu, aktual muammolarni olib chiqishga, ularni yechimini berishga. Sizlardan iltimos, YouTube kanalida ko'ryapsizlarmi, Instagram kanalida ko'ryapsizlarmi? Albatta kommentariyada o'zingizlarni o'sha fikringlarni qoldiringlar, savollar qoldiringlar, javob beramiz. Sanjarbek ham, men ham va yana bitta narsani iltimos qilardim. Sizlarga qanaqa mavzular qiziq? Mana endokrinologik kasalliklar, urologik kasalliklar bo'yicha qanaqa mavzular qiziq bo'lsa, o'sha bergan savolingizga qarab turib, biz ham shunaqa mavzularni olib chiqishga harakat qilamiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Sanjarbek, o'zingiz ham bir oxirgi anaqalaringizni aytasiz. Birinchi navbatda taklif uchun katta rahmat. Sog' bo'ling. Qiziq suhbat bo'ldi. Endi suhbatda to'g'ri doya nima qila olmaymiz baribir bu nimada. Lekin bu maydonda, bu plashatkada biz ozdan bo'lsa ham to'xtalib o'tdik. Umumiy odamlarda umumiy tushuncha bo'lishi uchun. Ko'rgan odamlar menimcha ko'p narsani tushunishdi, umumiy tushuncha paydo bo'ldi. Bundan xursandman. Tibbiy savodxonlikga oshib boradi. Odamlar har kim nima desa qilib ketavermaydi. Ya'ni sababchi bo'lyapmiz mana berishga. Asosiy maqsad shu. Endi imkon qadar qo'llab-quvvatlanglar, kanallar rivojiga like bosinglar, fikrlar, savollar albatta bo'lsa, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Biz profilaktik meditsina bilan shug'ullanib yurishlik nasib qilsin. Xuddi shunaqa.
ya'ni preventivniy meditsina, ya'ni kasal bo'lganingizda kelmanglar. Shu kasallik kelib chiqmasidan oldin harakat qilish kerak. Ayniqsa ikkinchi tip qandli diabet, ayniqsa semizlik bor joyda qandli diabet bo'lish xavfi 90-100%. O'zinglar ehtiyot qilinglar, sog'-salomat bo'linglar. Keyingi yana uchrashuvlarda nasib qilsa yana ko'rishamiz.